Qandli diabet qanaqangi xarakterli odamlarda ko'proq uchraydi? Birinchidan, u odam hamma narsani nazorat qilishga va qattiq ichida ranjishi bor odamlarda bo'ladi. Bu yoshligidagi jarohatdan kelib chiqqan bo'ladi. Keyingi sabab, u boshqa odamlarga uncha-muncha ishonmaydigan bo'ladi. Faqat o'zim qilishim kerak degan tomonni ko'p og'ziga olib qo'ygan bo'ladi. Bu oilada ham ko'p o'ziga minus taraflari bor. Chunki oilada farzandlari ham u bilan birga bir mehrni bermoqchi bo'ladi, lekin bu mehrga blok qo'yib qo'ygan o'zini ichida. Bu degani shirinlikni qabul qila olmayapman degani. To'qimalarda. Bu narsani u o'zgartirish uchun agar ongli ravishda yondashmas ekan, uni tuzataverishga bilan yillar o'tib ketaveradi, umr esa qisqarib boraveradi. Agar mana shu holatlarda siz kuzatayotgan bo'lsangiz va unga ongli yechim berishga siz tayyorman degan bo'lsangiz, unda marhamat, direktga siz murojaat qilishingiz mumkin. Biz yordamchilar aloqaga chiqadi, siz bilan bog'lanishadi va zaharli diabetga, qandli diabetga yechimni birgalashib topamiz.